Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa, navbatdagi yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib leksalli variantda, lazerli variantdagi hozirgi kunda juda ham trendga chiqib turgan navesimizdan ustanovkasini qilib berib tugatdik. Ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Juda ham chiroyli holatda chiqdi aziz yurtdoshlar navesimiz. Bu navesimizni Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga zakaz bo'yicha olib kelib tayyorlab ustanovkasini qilib berib tugatdik. Ko'rishlaring mumkin. Asosiy yuk ko'taradigan firmalari navesimizni har biri 20 cm danga tashlab, listini 1.8 lik lista lazerda gul o'ydirib, profillarini 1.7 lik stenali variantidan foydalanib chiroyli qilib bitkazib tugatdik. Tepasiga aziz yurtdoshlar 15 yillik garantiyaga ega rossiyskiy Lexandan qotirib chiroyli qilib yakunlandi. Bu navesimiz 1 kvadrat metri hozirgi kunda 550 ming so'mdan dastavka ustanovkasi ichida tayyorlab beryapmiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, hurmatli yurtdoshlar, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Navesimiz uzunasiga 13 metr, eniga 7 metr razmerda qilib tayyorlandi. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Xudo xohlasa, juda ham chiroyli holatda chiqdi. Xonadoniga leksalli naves, shumkali naves, temir so'kchaklar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 1 kvadrat metr 300 ming so'mdan 600 ming so'mgacha naveslarimiz bor. Albatta bizga aloqaga chiqsalaring, shu temir naveslarimiz kataloglarini tashlab beramiz. O'zlaringga ma'qulini tanlab albatta zakaz qilsalaring. O'zbekiston qayerdan zakaz qilinsa, xudo xohlasa chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlab, zakaz qilingan manzilga ustanovkalarini qilib beraveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.